Orolda yashay boshlaganimga bugun 3 yil to'ldi. Bu yerdan qutulib ketishga bo'lgan beadad ishtiyoq asta-sekin so'na boshladi. Darvoqe, hozir meni poyonsiz jarlik ajratib turgan o'sha zaminda nimaga ega bo'ldim? O'zim uddalay olmaydigan, balki mutlaqo keragi bo'lmagan narsalarni ketidan behuda quvdim. Shumi? Yo'q, hozirgi hayotim ilgarigisidan 1000 marta afzal. Bu yerda mehnat qilaman. Shu yer meni boqadi. Bu yerning qiroli ham, lord dehqoni ham o'zimman. Ha, men baxtiyorman.